Assalomu alaykum. Avvalambor bizani kuzatib turgan mehribon xalqim, janob prezidentim Shavkat Miromonovich Saida Mirziyoyevna, qachon mani murojaatlarim sizlarga yetib boradi? Mehribon xalqim, sizlardan men pul so'ramayapman, like so'ramayapman. Faqat shu murojaatimni prezidentimga yetkazishga yordam beringlar. Nima sababdan? Qancha qiynalish kerak bolam, qancha kutish kerak bularni, qancha ilinishim kerak har bir narsa uchun telefon qilib. Mana men 6-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonasiga shu bolamni tashlab 6 soat kutib, kech soat 6da, ertalab 9da, kech soat 6da och nog'or o'tirib Prezident Xalq qabulxonasining bo'lim boshlig'i Baxtiyor Jamolov qabullariga kirib, bolam uchun respublikada kuchli mutaxassis hamma joyini kuchli tekshiruv qilib, nima sababdan qiynalayotganini, o'zgarish borligini bilib berishini so'ragan edim. Nima uchun tumanga kelib, mana tumanda men qo'l qo'ymay izoh bildirib, menga murojaatim yopilyapti. Men tumandan yo'lishdan charchaganimdan bordimki prezident qabuliga. Oxirgi marta 5-may kuni qishlog'imni, yo'limni chaqir-chuqurlarini olib chiqib, bolamni olib chiqolmayapman. Svet ko'p o'chayotgan shu istalbada sinf talabalar uzuq simlayotganini internetga chiqarib, prezidentimni topshiriqlari, chiqargan farmonlari doirasida shaffoflik, haqiqatni gapirib, shundan biri tuman hokimi telefonimni ko'tarmaydi ham, murojaatlarimni birortasini o'qimaydi. Men tuman hokimi Kattaqo'rg'on tuman hokimi Jamshid To'rqayevich ustidan shikoyat yozib kelgan edim. Xalqqa tuman hokimi achchiq qilib og'ir bemorni tashlab qo'yib xabar olmasligi mumkinmi? Yordam beringlar degan murojaatim tuman prokuraturasiga kelib tushgan. 2 marta chaqirdilar, men bolamni tashlab bora olmayman. Men bizani tumanimiz davlat binolariga bora olmayman. Chunki beaybdan beayb Tanzila Norboyeva kelganda men maktabgacha ta'lim binosiga borib, qo'lib ichki ishlardan meni bosib olib ketmoqchi bo'lishdi. Meni kim himoya qiladi? Kim? Bolamga kim yordam beradi? Qachongacha yo'ldoshim kerak? Bularning farzandi bormi? Nima uchun bunaqa qilib yopishadi? Nima sababdan? Hech joyga men qo'l qo'ymaganman, mana hech joyga. Men oxirgi prezidentga murojaat tashlab kelganimdan keyin bunaqa og'ir bemorlarga produktda kiyim-kechak borligini bildim. Kelib chiqarib, pochtadan olib rasmini jo'nating deydi. Men hech narsani rasmini jo'natmayman. Rasmga tushirishni man qilib tushmayman ham, rasmga qo'lam qo'ymayman. Toki prezidentim yoki Saida Mirziyoyevna bilan uchrashib, murojaatimni, bor dardimni, qiynalganimni aytmagunimcha hech narsaga qo'l qo'ymayman. Lekin meni qo'limsiz, imzosiz yopilyapti. Meni ruxsatimsiz telefon ko'tarib kelib rasmga tushib ketyaptilar. Meni xonadonimga ruxsatimsiz kelib diktofonga ovozlarimni yozdirib ketyaptilar. Iltimos, menga yordam beringlar. Men yolinib yolvorishdan, telefon qilishdan charchadim. Mahallamiz 2021-yil obod mahalla bo'lib yopilib ketgan. Qishlog'imizni kamchiliklari juda ham ko'p. Men ham fuqaroman, svet ko'p o'chadi. Bolani yo'llarda olib chiqolmay qiynalaman. Gaz balon 2,5 oy, 3 oyda keladi. Men ham fuqaroman-ku. Mana yuragi kechadan bir mana shu holat, uxlagan bir sutka bo'ladi. Bitta hamshirasini chaqirib, og'riq qoldiruvchi ukol bilan ushlab o'tiribmiz. Kuni bilan doktorlar kelib tekshiruv qildi ham. O'zgarish bo'lgan yo'q. Qayerdir og'riyapti, qiynalyapti, tilsiz bemor. Meni bolamki bu, qanday deyman, joni og'risa. Xudo ko'rib o'tiribdi-ku, qachongacha meni ustimdan tuhmat qilib, rasm videolar bilan yopib meni yomonga chiqaradi. Men dunyo so'ramayapman-ku, prezidentim chiqargan farmonlarini
yordam beringlar deb so'rayapmanki bunaqa. Iltimos, prezidentimga yetib kiringlar. Muhtaram janobi prezidentim Shavkat Miromonovich, Alloh ko'rib turibdi, mendek onaga zo'rni murojaatini eshiting, ularni ko'ring. Qiynalib ketdim, bardoshim tugadi-ku. Iltimos qilaman.